Assalamu alaykum. Bu saatlik dersimizde biz Android Studio'nun o'ziniki taqlidligüç, yani Android taqlidligüç to'g'risida to'xtalamiz. Unda bo'lsa qaraylik. Mening ishlatayotganim bo'lsa Android Studio 2'de 3 nashri. Qaraydigan bo'lsak biz bu yerda bu sinbelgi bor yana. AVD Manager deb buni chekkandan keyin bundaq bir ko'znak ichildi. Bu odatda quruq bo'ldi, ammo ikki taqlidli go'shtnikini qurib olgan. Yana qurib olsak bo'ldi. Qurilish telefon deganning ichidan tanlab qurib olamiz. Bu har xil nusxalari o'xshamaydi odatda. Ama 5'te bir son qilib birini qurib olay. Bu eng kichik holatda. Buni qaraydigan bo'lsak, moya qarsak ismi, ondan keyin Androidniki, ama ekranniki o'lchimi 5'te bir son, ekran aniqligi, ondan ko'rsatuvchanligi men keyin qadam qilay. Ondan bu o'ringa biz Androidniki nashrni tanlaymiz. Nashr bo'lsa 7'de 0 bo'lsin. Keyingi qadam qilay. Bu o'ringa ismini yozamiz. Xosliklarni tanlab bersak bo'ldi. Tikalet tursin. Kirish, yana finish. Muqildim. Hozir mening qurg'inim bo'lsa, mana shu. Va undaqda buni qo'zg'atib baqay. Birinchi qitim qo'zg'atganda ozroq vaqt ketib qoldi. Keyin qitimdan tortib burunga qaraganda xilla tez, surat tez. Burunlarda surat bek osti bo'ldigan. Buni Android taqlidligini qo'zg'atib qilishga odatda 10 minut, 20 soat hatta vaqt ketib qoladi. Hozir undaq vaqtlar ketmaydi. Bir qitim qo'zg'atib qilayotgandan keyin shundaq tez qo'zg'aldi. Mana qaraydigan bo'lsak, qo'zg'alib bo'ldi. Bu Androidniki nashri 7'de 0 bo'lgan nashri. Mana odatda telefondaklar. Hani yo'tkab yurib ishlatsak bo'ldi. Tan shakllardan tortib bor. Men yana birini yechib ko'rsatib qo'yay. Ko'rib baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, masalan, Nux. Biz Galaxy deganni ko'rlik. Bu 7'de 0. Ama qo'zg'alishi qaranglar. Men nima oldin qitim qo'zg'atib bo'lgan bir qitim. Şun bir kadar tez. Mana. Burunga qaraganda shundaq tez ham shundaq redlik. Mana. Buni o'chirib etdim. Endi biz bu mani ko'rib baqaylik. Android emulyatorni yana Android taqlidligüç deb olamiz biz odatda bu. Androidniki shu yozgan programmalarimizni applarni mushuningda ijro qilib sinashga bo'ldi. Bu sinashning usullari necha xil, yani masalan telefonni kompyuter chetib turib, bir vosita telefonga qachlab turib ijro qilsak bo'ldi. Yoki shu Android taqlidligüç, yani Android emulyator orqali tekshirsak bo'ldi. Mana bu taqlidligüchning ko'rinmasi. Men oldida yozga o'zimning qachilgan applarim bor. Hozir men qaytadan bir ijro qilib buni qayta ko'raylik. Buni ham normal turga chiqishim bo'ldi. Tur ko'rishni chekdik masalan. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga 4 tur chiqib turibdi. Men Yukun iç baqay buningda. Yuku qanday ichildi? Ko'rib baqaylik.
Yuku.com. Mana. E'londan keyin o'tdi ha. To'g'ri. Masalan, appni qachil bilishqim bo'ldi buningga. Mana. Qaraydigan bo'lsak, tor surtimi shundoq tiza. Bu Androidning nashr bilan bog'liq. Masalan, mazmun izlab boqay. Mana. Qaraydigan bo'lsak, shundoq normal. To'rga chiqish u bu qulay shu applarni qachil bilib biz ishlatalaymiz. Mana. Asas maqsad kelayli. Bu holatda Android Studios'ga applarni biz ijro qilib ko'rib boqaylik undaq bo'lsa. Bu run yani yunshin deganni besish orqali ijro qilamiz. Tanlab bersak bo'ldi Odatda qaysida oldin ijro qildim shunlashqa meni tanlab berdi. Men shuni ijro qilaveray. Muqimlash yani okni bosdim. Okni bosgandan keyin hozir shu Android emulyatoriga yo'llab berdi. Hozir anjon qilyapti. Asos uçurlar bu ko'znak chiqib turdi. Keyingi saat darsimizda biz texnik tafsili to'xtalamiz. Hozir bu qo'zg'algandan keyin ko'rib boqaylik mana. Mening yozgan kod, mening yozgan oddiy bo'lgan bir app. Ana. Qaraydigan bo'lsak, ma projectning ismiga qarasaqmi mana. Bilim 8D01 mana. Hozir men buni chekdim. Mana mavi ochildi. Chekinish. Mana bu Android taqlidli güçni odatda app sinashga ishlatamiz. Bu salik darsimiz misha tamam. Xayr xo'sh.